ettermiddag, alle sammen. Vi samler her i dag bare for et grunn, for at Kina stenger konsentrasjonsleie. Hva er det konsentrasjonsleie som vi vet det skjedde før i Tyskland, som nazi-konsentrasjonsleie? Altså det skjer fortsatt i 2018 i Kina. Vi krever selvstendighet. Jeg måtte gi alle informasjonen, hvis ikke, da de kommer til å fengsle alle slektningene mine. Og vi kan ikke gi muslimske navnet til barna våre. For eksempel Mohammed, Ibrahim, Aisha, Fatima. Alt er forbudt. Det er mer enn 750 000 små barn som ble fengslet i Kina også. Hvorfor er det barn? Fordi foreldrene sitter i konsentrasjonsleie, og de samler små barna, og de gjør organharvesting. De selger organene til små barn til kinesiske lederne. Vi håper at Kina kan slutte å stenge konsentrasjonsleie fort som mulig, og fri familiene våre. Takk. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uyghur qarindoshlarım. Biz Nuriga Uyghur yoshlar uyushmasidan bugun Oslodagi Oslo universitetida bu sherdagi Nurik chet ellik o'quvchilar bilan birlikda biz mening tuqqanlarim nerede, mening söylegenlerim nerede deydigan bir kampanya beryapmiz, imzo to'plash faoliyati. Bu sherdagi Nurik o'quvchilardan Allah razı olsun. Qarindoshlarim, biz tugab ketib boramiz. Bizning endi o'zimizning ayoli bilan, uyimizdagilar bilan, bolalarimiz bilan xo'shal-xo'ram o'tkazadigan kunlarimiz tugdi. Chunki bizning vatanimiz tugayotir. Vatanimiz tugisa, biz hammamiz tugaymiz. Bu yerda Uyg'urda 4 Uyg'ur va qolgan hammasi mishadagi chet ellik bolalar. Mala jinda chidamay chiqdi. Bu Uyg'ur sizlar bular o'zlari bizni aloqalashdi. Biz Oslo universitetidan aloqalashmadik, bular o'zlari bizni aloqalashdi. Sizlar yoshlar uyushmasi ekansizlar, bizmi yosh, sizlarning vatanda nima bo'lyotidi? Agarda xohlasanglar, biz sizlarga shu fursatni beraylik, dadinglarni anglatinglar, biz mangu sizlar bilan birga dedi. Biz qo'shildik, Allohim rozi bo'lsin qarindoshlar. Ammo biz nima ish qilyapmiz? O'zimiz nima ish qilyapmiz? O'ylash baqaylar qarindoshlarim. Inshaalloh hammamiz birlikda bir safda Nuriklarni, chet elliklarni biz yitlab mangaylik, bular bizni yitlab mangmasin qarindoshlar. Assalomu alaykum.